bugun o'qib, ishlab, hunar oladigan yoshingda sen to'yma-to'y, samovarma-samovar, o'yin-kulgi qilib yuribsanmi? Dam oladigan payting keladi-ku, 45, 50, 60 payt. O'shanda ishlaysan. Sen bugun ishla, hunar ol, o'qib ol. Ana endi qariganda dam olasan, nimaga bitta ishni yo'lga qo'yib qo'ygan? Zo'r pensiya oladi, yo'qda do'koni bor, abaroti bor, shogirdlar bor, hunar bor. Ana endi 45-50 ga kirganda chotki mashinani olib, chiqarib minib yuradi.